Akalar o'tgan safar chipsni yemadim sizlarda, aldodim, endi bu safar yeyman. Hamma yo'l tayyor qilib qo'ydim. Chipsni o'zi perchatkalar, suv ham olib kelib qo'ydim. Hozirdan ochib berib, tomog'im erib, o'lib nafas ola olmayapsam, ocha olmasdan do'nqayib qolmay. Tak, chipsni ochamiz akalar. Bismillahirrohmanirrohim. Shu gapimni qirqib butun internetga tarqatinglar. Sho'g'ri bismillahirrohmanirrohim dedi. Yaxshi bola ekan, kurs ochsa ishonib pulimizni topshiramiz. Axir u blogerlikni o'rgatadi. O'zi kabi bloger bo'lamiz biz ham. Kursiga qatnashamiz deb tarqatinglar. Tak. Akalar, kimnidir xafa qilgan bo'lsam, mendan rozi bo'linglar. Chipsni tatib ko'ramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Hozirdan o'zi pochkam og'riyapti. Achchig'ligidan cho'chag'imni 3 achishyapti. Yo shamollagandan bo'lsa kerak. Ha bu tuz to'plangandan o'zi 50 ga kiryaptimi. Mayli, gapni qisqa qilay akalar, chipsni yeymiz. Acala. Desam ishonmaylar akalar. Bu haqiqiy chips emas edi. Bilaman aytdim. Buyina nimaga xunuk bo'lib ketdi bu. Voy bilan qusdimmi? Bizdiyat. Mana haqiqiy chips pasti dedi akalar mana. Sizlarni yana aldanimmi? Ishonaverasizlar. Sodda xalqsizlar. Sizlarni boshqarish oson qaranglar. Oddiy bitta bloger boshqaryapti. Bloger emasman, endi video olaman. Endi boshqa narsalar tushunib qo'yaveringlar. Charchamanglar. Men ham serial qilyapman-da. Kimlardir gonkani 5 ta seriyaga cho'zib serial qilishyapti. Men ham qilay.